Bir do'stimni Telegram kanalida quyidagi iqtibosni o'qib qolgandim. Muammolar umr bezagi, ularni yengib o'tish esa umrning mazmunidir. Ushbu iqtibos menga juda ham yoqib qolgandi va hozir sizlar bilan birgalikda 1-aprelda 31 kun davom etgan bahorning ilk oyi martni sarhisobini o'tkazamiz. Assalomu alaykum hammaga, mening kanalimga xush kelibsiz. Men Sherzodbek, har doimgidek videolarni chiqarishda davom etaman. Qo'llab-quvvatlash uchun o'sha fikrlaringizni yozing, layklar bosib qo'ying va biz bugungi videoni boshladik. Birinchi sarhisob bo'yicha men o'zim uchun 10 ta kriteriya yozib qo'yganman. Shu 10 ta kriteriya ichida o'zimni sarhisob qilib ko'rdim va shularni sizga birin-ketin soddaroq tilda tushuntirib bermoqchiman. Birinchisi katta, bu o'qilgan kitoblar soni. Bu yerda o'qigan kitoblarimning sonini yozganman. Bu yerda 5 dona chiqdi xolos. 31 kun davomida ularni aytadigan bo'lsam, birinchisi $1 million xatolar, bu ikkinchi marta o'qilgani. U bo'yicha ozgina YouTube'da video ham qilganman. Ikkinchisi so'z latofati, ya'ni Erkin Vohidov juda ham mashhur, chiroyli va aniq, birroq go'zal asari bor. So'z latofati degan bu asarni o'qib, deyarli men o'qimadim, tingladim. Audio kitobini maza qildim va shuni ham yozyapman. Uchinchisi bo'lsa Salom Yaponiya degan Alisher Umriddinovning kitoblari. Bunda Yaponiya haqida ma'lumotlar, u yerga borish, qaytish va u yerda yashash, o'qish kabi juda ko'p ma'lumotlarni olganman. Va to'rtinchisi bo'lsa, bu Orzudagi professor degan xuddi shu insonning kitobi. Bu kitob juda ham yaxshi kitob ekan. Bunda o'sha milliy qonunchilik tizimimizga ko'ra o'sha va xalqaro miqyosda ham sizga ilmiy karyera qilishda katta yordam beradi. Bunda o'sha talabalik davri, magistrlik, PhD, undan tashqari professor, doktorlik, shu kabi boshqa juda ko'p shu ma'lumotlar bor. Bu yerda asosiy maqsad nimada? Insonni, shu o'quvchini kitob o'qishga va o'zini sohasida nimadir qoldirishga, ya'ni bu umrini bekorga sarflamasdan bitta yaxshi narsa ilmga umrini tikib turib, shunga yarasha mehnat qilish haqida ketgan. Bu yerda o'sha ustozi bitta fikrlari bor. Men ustozimni bitta xonasida har doim shu yozuv osilib turadi deydi. Ya'ni dushanbagacha sizda hali yana to'liq 2 kun vaqt bor. To'liq ish kuningiz bor. Ya'ni bu aytayaptiki, shanba-yakshanba kunlari ham sen o'qishga, ishlashga, harakat qilishingga, o'z ustingga ishlashingga, rivojlanishingga majbursan deb o'sha ustozning, yapon ustozlarini xonasida shunaqa yozib bor ekan. Va shulardan o'rganganman deb shu kitobda yoziblar. Juda ham maza qildim o'qib shunday gaplar. Keyingisi bo'lsa, bizda 27 qadam, ya'ni akademik blog post yozish uchun 27 qadam degan kitob o'qib chiqdim. Bu kitobda bilimlar juda ham ko'p bo'ldi. Ya'ni bu bilimlar qanday? Asosan o'sha iloji boricha randala, fikringni aniq bayon et, aniq-tiniq va dalillarga asoslangan holatda fikringni bergin deb aytayaptilar. Ya'ni qanday? Shunchaki umumiy hamma aytadigan gaplarni gapirma. Shunchaki o'zing, sening qalaming, imzoing bilinib tursin va tezda bugungi bo'layotgan voqealarga tezda reaksiyani ber. Ya'ni xabaringni, tahlilingni tiniq, aniq va chiroyli holatda o'quvchiga yetkaz va shundagina seni o'sha yaxshiroq e'zozlashadi deb degan ma'noni oldim bu kitobdan. Keyingisi bo'lsa, ikkinchi kriteriya bu yugurish, sport. Ya'ni men 31 kun davomida rostini aytsam, o'zimning sport holatimdan juda ham qoniqqanim yo'q. Sport mashqlarini qilganimda davomiylik, intizom va shu kabi boshqa narsalarga deyarli e'tibor bera olmadim. Oxirgi kunlarda esa yana boshladim, ya'ni intizomli, davomli odatlarni shakllantirishga qaratilgan o'sha sport harakatlarini. Lekin 31 kun davomida 10 kungina sportga qatnashibman va shu 10 kun ichida 31 kilometrgina yuguribman. Qarang, juda ham qiziqarli va juda ham ajoyib. 31 kunda 10 kun qatnashib 31 kilometr yugurish. Juda ham oz, albatta, lekin mana shuni tahlil qildim, yozdim. Uchinchisi bu yozish. Mana shu bloknotimga yozdim. Mana xuddi shu ko'rib turgan bloknotingizga. Bu bloknotni o'tgan oyda 27-mi, 26
26-fevralda olgandim va qarabsizlarki, ushbu bloknotda 42 sahifa, ya'ni 42 betda yozibman. Bunga o'sha darsdagi yozuvlar, o'zimni shaxsiy hayotimdagi yozuvlar, qarashlarim, fikrlarim barchasi shuni o'z ichiga oladi, lekin rostini aytganda tahrirlab, mohirona, chiroyli tarzdagi belovoy deydi, xuddi shunaqa chiroyli yozganim yo'q. Shunchaki cho'rtamoy holatda yozilgan bo'lishi mumkin. Lekin biroq juda ham yaxshi, men uchun qadrli va bu 42 bet, ya'ni 21 varaq juda ham oz, ya'ni bu yerda shunchaki kundalik yozuvlar xolos. Ya'ni u biror bir fikrlar haqida chuqur sho'g'ib, yozib keltirganlari kam. Ular ham bor, yo'q emas, lekin bunday olib qaraganda juda ham ko'p emas. Deylik, o'sha 10% ga chiqar yoki bir 15% yoki 5% ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha ko'proq yozishimni kuchaytirishim kerak, rivojlantirishim kerak. Bu yangi aprel oyidan boshlab. Xo'p, keyingisi bo'lsa 4-qism bu filmlar. Bu filmlar to'g'risini aytaman, bu mart oyida shunaqangi holatga tushdimki, rostini aytsam, bu mart oyi oldingi mart oyiga o'xshamadi. O'tgan yilgi mart oyi 2-kurslik paytim, xullas o'zimni qaytadan reformatsiya qilib, o'sha rivojlantirishga, harakat qilishga intilgandim. Lekin bu mart oyida qandaydir maqsadsizlik holatdami yoki harakat qildim, lekin umrim shunchaki pichoqqa ilinadigan katta ishlarga baxsh bo'lmadi. Haligi nima desa bo'ladi? Bitta ishni chuqur ketib, ana shu ish bilan mahkam ushlab, bir qandaydir natijaga erishadigan darajada ish qilmadim. Qildim, yomon ishlar qilmadim, lekin bundoq qarasa, sarhisob qilsa, haqiqatan mart oyim qanday ketdi degan savol bilan o'tdi-da. Juda ham mavhum, juda ham g'alatiroq o'tdi bu mart oyi, yana 20 yoshimda. Xo'p, mayli. Filmlarga qaytamiz. O'zimni o'sha ko'rmoqchi bo'lgan narsalarimni xuddiki mana aqlan yoki fikran o'ylayaptim, miyam ideya topish kerak, nimadir qilish kerak, hayotni o'zgartiradigan bir narsalarni topish kerak, qidirish kerak. Xullas, nimadir hayotni o'zgartiradigan narsani, usul, metodni topish kerak deb qidiryapti. O'sha qidiradigan narsalarni ko'proq, osonroq topish bu filmlar, kitoblar va filmlardan yoki ustozlardan, yaqinlardan topish mumkin, lekin soddaroq qilib aytganda, vaqtni ham bekor o'tkazmaslik uchun filmlar ko'ring. Va bu filmlar ichida aytaymi, nechta ko'ribman? 12 tadan 15 tagacha deb turibman, balki 20 ta bo'lib ketib qolgan bo'lishi ham mumkin. Endi har bittasini 2 soatdan hisoblaydigan bo'lsak, juda ham ko'p, katta vaqt oladi. Ya'ni 10 kunmi yoki nechadir kunni oladi haligi. Ketma-ket ko'rib o'rganda, 5 kunmi. Shuning uchun filmlar juda ham ko'p ko'rdim va bu filmlar ichida menga yoqqanlari ham bu. Bulardan bittasi o'sha Into the Wild degan film. Bu juda ham menga psixologiyamga ham, hayotimga ham juda katta ta'sir qildi. Ya'ni rivojlanishga turtki bo'ldi bu film. Ya'ni bundan boshlab turib men o'sha videolarni, bir ikkita videolar olyaptim o'zi, o'sha video olishga ham bitta ideya bo'ldi. Va yana nima deyish mumkin? Bu filmlardan ancha ko'p narsani o'rgandim. Bittasida, misol uchun, qaysi filmni ko'rdim? Mana buni aytib beray mana. Bu Into the Wild, undan keyin uddalab bo'lmas topshiriq degan film. Bu ham o'sha Tom Cruise o'ynagan film. Buni ham bir ikkisini ko'rdim, juda ham yomon emas va bunda ham qanaqadir xarizma, bir narsalarni olish mumkin. Tom Cruise ham o'zining xatti-harakatlari yaxshi. Keyingisi bo'lsa Qochish rejasi degan filmni ko'rdim. Ha, o'sha Qochish rejasi Sylvester Stallone o'ynagan o'sha 1, 2, 3-serialarini ko'rdim va mana shu filmdan ham juda ko'p narsa o'rgandim deb ayta olaman. Chunki qanaqa Sylvester Stallone o'sha Qochish rejasida xuddiki mana bu xuddi hayotingizga o'xshaydi-da. O'ziga o'xshamagan odamlar, fikrlar har xil va siz baribir o'z maqsadingizga yetish uchun qanaqadir harakat qilishingiz kerak. Va bu kinoda aytayaptiki, o'sha qochish rejasi, qamoqxonadan qochish bo'ladi bunda. Asosan 3 ta narsaga e'tibor beraman men deyapti. Birinchisi binoga, ikkinchisi binoga, ikkinchisi do'stlarimga deyapti. Xullas, yaqinimdan, atroflarimdan do'stlarim topishim kerak deyapti. Uchinchisi bo'lsa odatlariga, soqchilarning odatlariga deyapti. Ya'ni sizga kirayotgan odamlarni yoki masalan deylik, o'sha qamoqxonadagi qarab turadigan o'sha turmadagi odamlarni, shu soqchilarni odatlarini o'rganaman deyapti.
Shu 3 ta narsa bilan siz shu qamoqxonadan qochib ketishingiz mumkin degan haligi fikrni bergan. Va bu haqiqatdan to'g'rimi-noto'g'rimi hayotingizda ozgina kerak bo'ladigan vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Undan keyin Rocky degan filmni ham ko'rdim, o'shani Silvestr Stallonening. Undan keyin bo'lsa, aytamanki, So'nggi samuray degan film menga juda ham yoqdi. Bunda o'sha Tom Cruise bilasizlarmi nima qilgan? Haligi o'sha joyda ham haligi aytgan-ku, kitob filmda aytgan. Kechirasiz, siz o'ylayapsiz deydi-ku. Biror bir ish qilmoqchi bo'lsang, hech narsani o'ylama, qil shunchaki tamom bo'ldi. Boshqa narsa haqida o'ylash, fikrlash, eslash, boshqa narsa qilish umuman kerak yo'q. Qiladigan ishing maqsading aniq, tayin o'sha tomon harakat qil, to'g'ri-noto'g'ri umuman qiziq ham yo'q, farqi ham yo'q. Shunchaki shu natijaga erishasam bo'ldi deb aytish mumkin. Va shunda o'sha Tom Cruise shu filmini ko'rib, haqiqatdan bir oxirida bor yig'laveray dedim to'g'risi. Haligi o'zinikilari askarlari qilichdan voz kechamiz deydi, qilich bilan harakat qilishdan voz kechamiz deydi. Va bu filmni ko'rganingizda haqiqatdan mardlik, jasorat, haqiqiy shu toza obro' deydi-ku. Buni mardlik deydi-da, jasorat boshqa nima deydi? Shunga o'xshagan shu diyonatli or deydi, xullas. Xuddi shunaqangi narsani keltirib chiqaryapti. O'shanga bu film juda ham menga yoqdi. Va keyingisida mana hozir ko'rgan filmlarning bittasi o'sha 500 kun, haligi yoz bo'yi Summer 500 kun degan o'sha filmni ko'rdim. Bunda o'sha sevgi haqida ozgina o'sha romantik haqida bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan ham ozgina qiziqarli. Va keyingisida bo'lsa, nimalar bo'pti? Bo'ldi shu filmlar ekan. Shu filmlarni ko'rib tomosha qildim. Va kechaga aytadigan bo'lsak, kechada ham ozgina bitta film ko'rdim. Haligi Yulduzlar aybdormi degan filmda ham o'sha Agastus bilan Ezer ikkalasidagi o'sha bo'layotgan dunyoga voqelikdagi o'sha qarashlari, ularning o'sha hayotdagi baribir o'lib ketamiz, lekin to'g'ri yashashimiz ham mumkin va bu hayotda bunaqa qiynalib siqilib o'tirish ham juda kerak ham yo'q. Qilish kerak bo'lgan ish qilish kerak. Xullas, shunaqangi fikrlarni olgandek bo'ldim. Bu kino ham ancha yoqdi. Endi keyingisi bo'lsa do'stlar, 5-inchisi bizda YouTube'da video. Ko'rib turibsizlar, mart oyida ancha faol bo'ldim. Qisqacha videolar, undan tashqari 2 marta jonli efir ham qilib ko'rdim va shularni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, 6 ta video joylabman YouTube kanalimga va bu men uchun ancha katta natija hisoblanadi. Chunki yanvar oyida va boshqalarga qarasa, juda ham pashti yo'q bo'lishi ham mumkin. Xullas, o'zgarish bor, rivojlanish bor. Shunaqa gaplar. Keyingisida bizda 6-inchisi futbol. Umrimni bekor sarflashni yoqtirmayman, xohlamayman, lekin bilasizmi, baribir aldanib qolish ehtimoli juda ham katta va lekin buni aldash deb bo'lmaydi. Haligi hordiq chiqarish desam bo'ladi. Vaqtni to'g'ri oladi, lekin shu futbol ko'rishni qanaqadir yoqtiraman. Futbol ko'rish unaqa yomon narsa deb o'ylamayman. Misol uchun, o'sha mashhur o'yinlarni yaxshi ko'raman. Barselona o'yinlari, Real o'yinlari, City, Liverpool shu kabi haligi kuchli markaziy o'yinlarni ko'rish juda ham qiziqarli. Ayniqsa uni stadionda ko'rish boshqacha bo'lsa kerak-ku. Uyda ovqat qilib olib, yoningizga shu maza qilib televizorga qolib ko'rish, futbol ko'rish juda ham qanaqadir yoqadi. Va bu futbol ko'rishlardan aytaymi sizlarga, 1, 2, 3, 4 ta o'yinni jonli efirda ko'ribman. 4 ta o'yinni. Endi hisoblasa 8 4 kere 2 8 da, o'sha 8 soat ko'ribman. Mana shu narsa ham bor. Shu narsani ham aytib qo'ymoqchiman. Va keyin telefondan foydalanish. 7-kriteriya bo'lsa, 7-kriteriya bu telefondan foydalanish. Telefondan foydalanish oxirgi 10 kunlikda iloji boricha pasaytirishga harakat qildim va umumiy hisobda 128 soat telefondan foydalandim. Men 31 kunga bo'ladigan bo'lsak, 4,5-5 soatga to'g'ri kelyapti va kunim davomida kuniga 4 soatdan telefon o'ynagan yoki undan foydalangan bo'lib chiqaman. Keyingisi bizda 8. Bu yangilanishlar, yangi o'zgarishlar. Nimalar o'zgardi o'z hayotingda Sherzod deb men kim bir savol bersa, men shu narsalarni ayta olaman. Bunda birinchisi yaxshi o'zgarishlardan bittasi bu ingliz tilida 2 ta film ko'rdim. Bu o'sha The Spider-Man
Go to Home'da o'sha degan filmni 2020-yilda chiqqan o'sha Urganch odam filmi va ikkinchisi bo'lsa Chicago The Truthmi Court of Chicago'mi degan filmni ko'rdim, ya'ni Chicago sudi degan. Va bunda ham ikkala filmda ham juda ham qiziqarli, juda ham menga yoqdi. Ikkalasida ham juda ko'p narsalarni, katta narsalarni o'rgandim. Va keyin o'sha Chicago'dagi filmdagida prokuror bor, o'sha prokurorni ham o'sha 500 kun Summer degan filmda o'sha o'ynagandi. O'shani filmlari ham ancha yoqdi, yomon emas ekan. Keyingisida bo'lsa do'stlar, to'p oldim. Oddiy o'sha rostini aytaman, futbol o'ynashni ham rosa yaxshi ko'raman. Mahallaga chiqib, maza qilib borlarman. Bir 5 marta yo 6 marta, 10 marta bo'lishi ham mumkin, shu rosa futbol o'ynadik. Shanba, yakshanba kunlari shunaqa gaplar. Keyingisi bo'lsa, do'stlar, bizda yana o'zgarishlardan biri bu o'sha gandbol musobaqasini real tomosha qildim. O'sha Barkamol Avlodga hammaga ma'lum, o'sha yerga borib maza qilib yugurayotganimda, keyin ozgina dam oldimda, keyin zal ichiga kirsam, o'sha gandbol musobaqasi bo'layotgan ekan. Maktablar o'rtasidami yoki viloyatlar o'rtasida bo'ldi shekilli. Xullas bizda Surxondaryo bilan qaysi komanda o'ynadi, Surxondaryo yutqizib qo'ydi, lekin Surxondaryo bitta zo'r bola bor ekan, bu balki o'sha bolaga qoyil qoldim ekan. Hollandga o'xshab turib komandani oldinga tortdi, lekin rosa kuchli harakat qildi, lekin jamoasi kuchliroq bo'lib qolganligi uchun yutqizib qo'yishdi. Keyin so'ngra yana bitta narsaga e'tibor berdim. Bitta opa trenerlik qildi qaysidir komandaga va o'shaning komandasi yutdi narigi komandani. Va undan keyingi yana bitta o'yinda bo'ldi. Bitta trener so'kyapti, bolalarni har bittasini so'kyapti-da. Ketma-ket so'kyapti-da. Hech kim maqtamayapti va o'sha trenerni o'quvchilari yutqizib qo'ydi. Va shuni ko'rib turib, men bu yoqda tribunada tomosha qilib o'tiribman. Voy deyapman-da, voy deyapman. Anu trener so'kmasdan ham to'g'ri gapirsa bo'lardi-yu. Bechara bolalar ham bilan ham odam-ku, harakat qilsa o'zgaradi-ku, rivojlanadi-ku. Shu narsani u trener hammasini so'kyapti-da, to'xtamay so'kyapti. Hech birortasini maqtamayapti ham. Hayron qoldim, bu ajoyib dedim. Lekin o'shaning komandasi yutqizib qo'ydi. Bolalar shashtini ham tushirdi-da, haligi harakatini, motivatsiyasini o'ldirdi. Anu opa bo'lsa, bundan oldingi o'yinda tomosha qilib turdim. U bolalarga haligi trener o'yindan oldin manaqada ozgina tushuntirdi, muhokama qildi, nimadirlar qildi. Keyin ana qizib olish mashqlari bo'ladi. Shunaqa mashqlar qilishdi bu tarafda. Keyin o'yin boshlangandan keyin u opa hech narsa qilmadi ham-da pashda. Bundoq aqayo baqiyo, bundoq qil deb turdi. Tamomda yutib tashlayapti-da bolalar. Bilmadim. Haligi ilhomlantiradigan, rivojlantiradigan odam bo'lsa, haligi sizga motivatsiya beradigan, bugungi kunda motivatsiya deb qo'yapti. Sizni qilayotgan ishlaringiz befoyda emasligi, bundoq yaxshi ishligi va keyin shu ish orqali odam bo'lasiz, ya'ni odam bo'lasan deydi-ku. Sen odam bo'lmaysan degan bilan sen odam bo'lasan degan gap bir-biridan farqi bor-da. Pozitiv gap. Qanaqadir qilayotgan ishingiz sizga zarracha bo'lishi mumkin, lekin uni kattaroq ko'rsatib o'ziga sen harakat qilsang yaxshiroq bo'lasan degan haligi gap aytsa kimdir. Baribir shunga inson yaxshilik fitratida bor-ku, baribir yaxshi hayotda yashashi, baribir o'zgarish, yaxshilanishi hamma xohlaydi. Va o'sha odam baribir harakat qiladi-da. Yutqizayotgan bo'lsa ham sen harakat qilsang uchun mumkin, hech bo'lmaganda gol ura olasan deb turib haligi ozgina dalda bersa, u bola baribir harakat qiladi. Bittichu mana shu ish qilgan deb turib aytsa ham harakat qiladi. Sen bola bo'lmaysan, xullas sen o'ynashni ham bilmading, rasm o'qiding, bekor olib kelman seni, unaqa deb battar uni motivatsiyasini tushirsa, u bechara bola o'yinga chiqqandan keyin qanday u harakat qila olishi mumkin? Shu narsani ham ozgina bundoq aytkim keldi. Hozir kelgan fikrlar, shu narsalarni ham bir o'ylab ko'rish kerak. Baribir insonga yaxshi nomlar, yaxshi qarashlar va yaxshi harakatlar doim uni yaxshilikka yetaklaydi degan fikrdaman. Va keyingisida bo'lsa, Andijon komandasini tomosha qilib turdim. Andijonlikda bola bor ekan, Sardorbek degan, bo'y balandroq, xullas kimga o'xshaydi? Ronaldoning o'g'li bor-ku, Ronaldo Junior, xullas o'shanga o'xshab ketadi-da, xullas o'shanaqa bola bo'y balandgina ekan. Vali o'sha gandbolda bo'y balandligi oson, yaxshi bo'lar ekan desam, ha deb turuvdi. Keyin uni tushirmadi trener. Va keyin tushirganda, "Davay Sardorbek" deb baqirib, maza qilib haligi duxini ko'tardikmi yo bo'lmasa qanaqadir motivatsiya berib o'rganimizga ba'zi baqirib turdik ikkita bola bilan. Dahshat o'ynab yordik, keyin rosa ko'p bo'ldi. Xullas shundan biz ham xursandmiz, u ham xursand. Shuning uchun menimcha maza qildim shu gandbol musobaqasini tomosha qilganimda.
Va undan keyin nimalar qildim? Undan keyin bir kun ishga ham chiqib ko'rdim. Undan tashqari yana bizda o'sha yaxshi haligi mart oyida hayotimda o'zgarib ketgan voqealardan bittasi shu unaqa bo'ldi. Dedamlar Rossiyadan keldilar. Ularni aeroportda kutib oldim. Undan keyin bir insonga o'sha printer bor edi, shundan narsa chiqarib berishda yordam berdim. Baribir haligi kimdirga nimalar yordam berisham qanaqadir foydada, baribir bekor o'tirmadim, soddaroq aytganda. Keyin do'stlar orttirishda mana bu yerda yozganman. Ko'pchilik do'stlar bilan tanishdim, o'rgandim, harakat qildim va bulardan bittasi Abdulloh degan bola bo'ldi. Xullas, nechinchi sinf bola? 6-sinf bola. 6-sinfman dedim. Yo'q, 8-sinf bola. Juda ham dahshat hayot yashayapti. Uning harakatlari ko'rib men juda ham lol qoldim, seriozni. Qanaqasiga kechasi xullas soat 12 dan xullas ertalabki soat 6largacha shu novvoyxonada novvoychilik qilar ekan, yordam berar ekan katta akalarga. Ko'proq ish qiladi. Endi yosh bola, 8-sinf bolasi, ko'p ish qiladigan bola, xullas shu xamir qilar ekan, xullas qiladigan ish hammasini qilar ekan. Keyin soat 8 dan soat o'sha 6:30 dan boshlab turib soat 8:30 gacha xullas o'qishga borar ekan. Qancha kilometr? 35-40 kilometr joyda avtobusda qatnayman deyapti. Boraman deyapti. Uy tarafga. O'qishimda o'qiyman deyapti. Obeddan keyin qaytib, yana o'qishdan chiqib, obed qilib olib, soat 1-2 da yana ishga kelaman deyapti. O'sha yerda soat o'sha necha 3 ta kechasi 12 gacha dam olsam olaman, bo'lmasam boshqa ishlarni qilaman, nimadir qilaman deyapti. Shu haftada davomida qaytarilaverar ekan. Juda ham qiyin, azobli. Bu dedim unga qarab turib. Rosti unga bir tarafdan havasim keldi, bir tarafdan achindim to'g'risi. Juda ham ajoyib, lekin zo'r bola ekan. Yaxshi muomalali, baribir insonlar bilan muloqot qilgandan keyin inson baribir o'zgaradi, rivojlanadi va shu muloqot qobiliyati ham dahshat bo'ladi. Xullas shu bolaga havasim keldi, shunaqa gaplar. Undan keyin bitta aka bilan tanishib qoldim. O'sha xususiy maktabda ishlar ekanlar, jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lib, dahshatda yugurishlari ham, harakatlari ham, gavdalari ham afshi chotki 5 yildan beri shu shug'ullanaman deyaptilar. Juda ko'p musobaqalarda qatnashgan ekanlar. O'sha aka bilan tanishib qoldim. O'sha aka ham xullas qanaqadir sport bilan shug'ullanishimga qanaqadir motiv, bir nima deydi? Xursand bo'ladigan yaxshi xotiralar berdi. Undan keyin bo'lsa, o'sha xuddi shunga o'xshagan bitta hozirdagi chempionlardan bittasi, bitta akamiz bor, yuguradigan Xurshid degan, narigi akamiz ismi Husniddin aka edi. Xurshid degan aka bor edi. Ular xullas marafonlarda chempion bo'lgan, xullas shunaqa har doim shug'ullanadi. Borsam 3 yildan beri ko'raman ekan, doim yuguradi. Shu akaga havas qildim, shular bilan tanishib oldim. Va keyin Farruxbek degan bola bor edi. O'sha yerda yana o'sha Barkamonlar ko'ryapsizlar, juda ham katta menga ta'sir bo'lyapti. Ya'ni yaxshi rivojlanishimga turtki berayotgan ta'sirlardan bittasi. Ana shu Farruh degan bola bilan gaplashib, ozgina to'p tepib, keyin to'pini qancha olganini bilib olib, keyin men ham to'p olib, keyin o'sha bilan mazza qilib o'ynadi. U bilan emas, endi boshqa bolalar bilan mazza qilib o'ynadi. Shu ham bitta qanaqadir menga motiv turtki bo'ldi. Keyin Ozodbek degan mana shu fakultetda o'qiydigan, xullas iqtisod fakultetida turib olganmiz hozir. Bizda 4-etaj yuridik fakultet, xonalar bandligi uchun yuqori etaj mana hozir bo'sh bo'lgan chiroyli xona, iqtisod fakultetida o'qiydigan bitta Ozodbek degan bola bilan tanishib oldim. Va keyin bo'lsa, o'sha Sardor tanib oldinglar, gandbolchi bola Sardorbek tanib oldinglar. Undan keyin yaqinda bitta shimda futbol o'ynayotganda Sardor degan bitta bola bor ekan. Voy dahshat o'ynayapti-da, Ronaldoga o'xshayapti. Gavdasi ham, oyoq tuzilishlari haligi juda ham uchib o'ynayapti-da. Shunaqangi ko'rib, buni hali haqiqiy futbol ko'rayotgandek bo'lasiz-da. Menimcha bo'lsa akademiyada o'qigan, aniq futbol akademiyasida professional futbolchiga o'xshab o'ynayapti. Shu bolani ko'rib o'qib yubordim. Ya'ni xohlaysizmi yo'qmi, baribir kimdirdan o'rganishga harakat qilish kerak. Baribir inson yaxshi insonlardan nimadir o'rgansa, rivojlansa, bu juda ham katta foyda bo'ladi. Va keyin xuddi shunga o'xshab turib, men ham ozgina fintlardan, lekin bir ikkita taktikalardan ancha o'rgandim. Xullas zo'r bola ekan, shu bola bilan tanishib qoldim.
va keyingisi bo'lsa endi bizda o'sha 9-sida 9-kategoriya bu nimalar qildi. Shu 9-sini sanab qo'yamiz. Yo'q, o'sha 9-sida shu tanishgan insonlarimiz 9-sini gapirib berdim va 10-sida bo'lsa bizda ko'proq maza qilgan ishimni yozib qo'yman. Bu yerda o'sha futbol o'ynash bo'ldi. O'sha futbol o'ynashdan keyin o'sha video oldim. Shunga video olish, keyin yana nima yaxshi haligi esda qolarli ishlardan bu o'sha seminarlarda gapirib ko'rdim, so'zga chiqib, bir narsalar qilib va sekin-sekin o'sha gapirish qobiliyatim, so'zlash qobiliyatimni shu communication'ni rivojlantirishga harakat qilyapman. Hozirda shunaqa gaplar. Va keyin ko'rib turibsizlar, shu mart oyini bir pasda tugatib qo'ydim. Va bundoq qarayman-da, eslab, o'ylab ko'raman ba'zan shu 4 yil ichida nima o'zgardi? Sherzod, nima olding hayotingga oladigan bundoq senda istesang arzigulik nimaduring bormi o'zi? deb savol berib ko'raman ba'zida. Mana misol uchun harakatlarga ko'proq urg'u beraman. U narsa nima qilding, nimalar qila olding? Hali bu harakatlar natijali harakatlarda nima natijaga erishding? Shu 20 yoshga to'lib nimaga erishding? Nima qila olding? Ota-onangga nima qila olding? Nima yordam bera olding? O'qishingda nima katta yutuqqa erishding? Pichoq bo'ladigan kattalar nima qilding? Do'stlaring bilan deylik, ana shu do'stlaring bilan, kursdoshlaring bilan yoki nima kattaroq nimadirga erishding, nimadir qilding, nimadir yaratding, nimadir bunyod etding yoki nimadir hayotingni o'zgartiradigan qanaqadir ishga hissa qo'shding, Sherzod deb savol berib, ba'zan bundoq qarab turib, hech narsa qilmading-ku degan javoblar chiqib qoladi-da. Keyin yo'q, to'xta deyman. Balki o'zgarar, yaxshi bo'lib qolar. Hozir ham bekor ketmayapsan-ku, bekor. Haligi potensialingdan to'g'ri foydalanayotgan narsan. To'g'ri 100% dan 80-90 harakat qilmayotgan bo'lsang ham bir 30-10%, bir 20-45% gacha chiqara olayotgandirsan, haligi potensial harakatlaringni deb ba'zan aytib qolaman. Chunki bunga haligi ba'zi bir disfaktorlar bor-da. Misol uchun o'qigan kitoblaring senga nima foydasi tegdi? Nima hayotingni o'zgartirdi? deb turib ba'zan savol berib qolaman. Xuddiki kitoblarni shunchaki yolg'ondan o'qiyotgandek, shunchaki keraksiz o'qiyotgandek holatga tushib qoladi-da men ba'zan. Lekin aslida o'zimni ko'zim bilan qaraydigan bo'lsam, juda ham yomon kechgani yo'q. Yaxshi ketyapti, yomon ham ketayotgani yo'q. Kitoblar ancha foydali va sport bilan shug'ullanishim yoki shu kabi narsalar bilan bo'lsa ham sal-pal eplab turibmiz. Lekin aslini olganda 20 yoshda erishishim kerak bo'lgan natijalar va ular juda ham ko'p bo'lishi kerak edi deb o'ylayman va bularni amalga oshmasligida o'zimni aybim borligini juda ham yaxshi bilaman, juda ham yaxshi his qilaman. Chunki rostini aytganda ba'zan tanlagan yo'ling juda ham xatomikin Sherzod ham deb qolaman. Lekin to'g'ri ba'zan bo'ladi xolos bu. Lekin odatda yo'q, to'g'ri yo'lda ketyapsan. Prosta yaxshiroq harakat qilishing kerak. Albatta natijalar ham bo'ladi, o'z vaqtiga yarasha deb qolaman. Lekin ba'zan shu taqqoslashlar, o'zimni boshqalarga taqqoslab qo'ysam, juda ham siqilib qolaman-da. Misol uchun 20 yoshda kimdir uylangan, mashina olgan, dadasiga nimadir sovg'a qilgan, adsi 9 olib qo'ygan, qaysi universitetga o'qishga kirgan, yana nimalar. Bir narsa qanaqadir faktlar, bir balolar, xuddi shunaqa narsalar eshitib qolganimda, shaxsan haligi depressiya deydik. Haligi yashirin depressiya bo'ladi-da hayotimda. "Voy Sherzod, sen nima qilding?" degan fikrlar bo'ladi-da. Shunaqada deyman. Va ayniqsa bu deyishlarimning katta sabablaridan bittasi ba'zida sizga ta'sir qiladigan yomon narsalar ham bo'ladi. Atrofingizda ayniqsa ular juda ham ozchilik bo'ladigan bo'lsa, do'maloq doira bo'ladigan bo'lsa, bir 5 ta 10 ta odam bilan ko'proq muloqot qilsangiz, ana shu 5 ta 10 ta odam
judayam u muloqot ham judayam haligi qisqa va samimiy bo'lib turib, birdaniga yomon bo'lib ketadigan bo'lsa, yomon deganda qanday? Endi xuddiki keraksizdek tuyuladigan bo'lsa va siz o'zingizga nisbatan o'shalarni muomalasini ko'rib turib deb yuborishingiz mumkin. Lekin aslida bunga ham sabab o'zimizda deb o'ylayman. Ya'ni ana shunday muomala qilishiga yo'l qo'yib berish ham juda katta xatolik va keyin ana shularning muomalasini haligi fikrga olish ham juda ham katta xatolik. Bu qanday? Bu bilan haligi menga insonlar yomon muomala qilyapti degan narsa emas. Shunchaki ba'zan ko'pchilikka stresslari, ko'pchilikka g'am tashvishlari, muammolarini eshitganda inson deb yuborar ekanda. Shuning uchun deb yubormaslik uchun iloji boricha rivojlanadigan insonlarga qo'shilishi, rivojlanadigan insonlar bilan hamohang harakat qilishni va ko'proq odam o'z ustimda ishlashimni o'zimga o'zim tavsiya qilaman. Keyin bu sizlarga ham tavsiya va o'ylaymanki, aprel oyi menimcha Xudo xolasa mana shu mart oyidan ko'ra yaxshiroq bo'lsin va katta o'zgarishlar bilan mana o'zgarishlar qilib tashladim deb video olish hammaga va avvalambor menga ham nasib qilsin. Shu kayfiyatda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Sherzodbek bo'ldi. Bugungi video chiqishi yoqqan bo'lsa, iloji bo'lsa fikrlaringizni yozing, like bosib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. Do'stlaringizga ulashib qo'yish ham men uchun juda ham katta xursandchilik bergan bo'lardi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgusi videoda ko'rishguncha paka.